Junub holatda bola emitishning va boshqalarga qarashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Jimadan keyin yo'yinmasdan bolasini emitsa bo'lamdi. Junub holatda boshqalarning yuziga qarashqami bo'lmaydi degan gap to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Jimadan keyin g'usl qilmay turib bola emitsa, bolaga tomoq tayyorlasa, yegizsa, shundaqla junub holatda bolaning va boshqalarning yuziga qarasa bo'laveradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Junub holatimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'liqib qoldim. U zot qo'limni tutib, meni o'z bilan birga ilib mengib bir joyga kelganda o'ltirdi. Men sug'urilib chiqib, to'ralg'omga berib g'usl qilib kelsam, u zot texchi o'ltirgan ekan. Rasululloh: "Ey Abu Hurayra, nega ketding?" dedi. Men Rasulullohga ahvolni aytgan edim. Rasululloh: "Subhanalloh, ey Abu Hurayra, mu'min najis bo'lmaydi" dedi. Qatada rivoyat qiladi-ki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'z vaqtida bir kechada hamma ayollarini aylanib chiqqanligini, u kunlarda Rasulullohning 9 ayoli borligini so'zlab bergan. Ata junub odam tahorat ilib o'tmay turib qon oldirsa, tirnoqlarini olsa va chachini tushirsa bo'ladi degan. Uning ustiga shariatimizda bola emitish uchun junublikdan pok bo'lishni shart qilgan biror ko'rsatma yo'q. Agar unda holatda bola emitsa bo'lmaydigan bo'lsa, har oila duch keladigan bundaq bir ishqa qarata albatta cheklama kelgan bo'ladi. Albatta, junub holatda bola emitmoqchi bo'lgan ayol ko'ksini yo'yib etib emitsa taximi yaxshi. Bola yig'lab qolmasa, kichik tahorat ilib etib yoki g'usl qilib etib, ondan emitsa taxi yaxshi. Buning afzalligida, mustahabligida gap yo'q, lekin unda qilmay turib emitsa gunoh yoki boshqa ish bo'lmaydi. Junub holatda uxlashdan burun g'usl qilib o'tishning mustahabligini tuvandagi hadislar ko'rsatadi. Abu Sallama rivoyat qilib deydi-ki, men Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam junub holatda uxlamdi deb so'ragan edim. Aisha radhiyallohu anha, "Ha, tahorat ilib o'tib uxlaydi" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, atam Ibn Xattab radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan junub holatda uxlasak bo'lamdi deb so'radi. Rasululloh: "Ha, tahorat ilib junub holatda uxlasanglar bo'ladi" dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadi: Atam Umar ibn Xattab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mening kechalari junub bo'lib qolganligimni aytgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga tahorat ilib avratingni yo'yib o'tib, ondan uxla degan. Imom Navaviy mundaq deydi: Bu vaqtga kelgan hadislardan chiqadigan mazmun shuki, junub kishi uxlasa, yeb ichsa, g'usl qilishdan burun jimo qilsa bo'ladi. Bu barliq olimlar o'rtasida birdek ittifoqqa kelgan masala. Yana olimlar junub kishining badani bilan tarning pokizligiga birdek ittifoq. Bu hadislardan yana yuqorqi ishlarni qilmoqchi bo'lgan kishining kichik tahorat elvetishi va avratini yo'yib o'tishining mustahabligi chiqadi. Junub, hayizdor va nifasdorlarning badani najismi? Imom Navaviy yana imomlarimiz shundaqla boshqa olimlar junub, hayizdor va nifasdorlarning badan a'zolari va tarlari najis emas, pokdir. Buningda olimlarning o'rtasida ko'z qarash o'xshashmasligi yo'qdir degan. Agar ularning badani najis bo'ladigan bo'lsa, xamir yo'g'irish, tamoq etish, choy damlash, boshqalar bilan ko'rishish, bola emitish, ayol bir karvatda yetish, suv ishlatish qatorliq ishlar cheklangan bo'ladi. Amaliyotda islom ko'rsatmasida bundaq cheklama yo'q. Yana junub holatda boshqalarga qarash, boshqalar bilan paranglashish, boshqalar bilan ko'rishish, qon oldirish, chash tirnoq ilish, bolalarni emitish yoki tamoq yegizish yoki junub kishiga qarash qatorliq ishlar joizdir. Avamun nas e'tiqod qilgandek, junub holatda boshqalar bilan ko'rishsa, junub kishiga qarab solsa falokat bosadi yoki ofatga uchraydi yoki nas bosadi deganda qarashlarning islomda asosi yo'q. Bular faqat yahudiylardan eqib kirgan qarash bo'lsa kerak. Chunki yahudiylar hayizdor ayolni najis deb qaraydi. Junub kishi g'usl qilishni kechiktirsa bo'lamdi. Kecha yoki kunduz har qanday vaqtda jima yoki ehtilomning orqadilla darhol g'usl qilish vojib bo'lmaydi. Faqatla hadislarda kelgandek tamoq yemoqchi yoki ichmoqchi yoki uxlamoqchi yoki qayta jima qilmoqchi bo'lsa, badanidagi shaltoqni tozalab o'tib, kichik tahorat elib o'tishi mustahab bo'ladi. Vojib emas. Ammo namoz vaqti bo'lib qolsa yoki namoz vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lsa, darhol g'usl qilib namoz o'qish vojib bo'ladi. Umuman boshqa bir aldirashchilik yoki sabab bo'lmasa, g'usl qilishga aldirash afzal. Chunki har vaqt tahorat bilan turish yaxshidir. Tahorat bilan tursa, kishi o'lib ketsimi, junublik holatida o'lib ketmaydi.
rahmat farishtalarimi qochmaydi. Keyin g'usl qilay deb kechiktirgan bo'lsa, boshqa jiddiy ishlar bo'lib qolib, g'usl qilolmay qolish, namoz o'qiy olmay qolish ahvollari ko'riladi. G'usl qilmay turib qayta jima qilishga bo'ladi. Bundaq ahvolda avratini yuvib kichik tahorat elib o'tishi mustahab. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biringlar ayoli bilan qayta munosabat o'tkazmoqchi bo'lsa, kichik tahorat elib olsin degan. Junub holatda bir narsa yeb ichishga bo'lamdi. Hazrati Aisha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam junub holatda yeb ichmoqchi bo'lsa, ikki qo'lini yuvib andin yeb ichatdi degan. Bu hadisni junub kishi yeb ichmoqchi bo'lsa, qo'lini va og'zini chayqab yutadi deb qaraganlar dalil qilgan. Katta tabi'i Said ibn Musayyab junub kishi bir narsa yemoqchi bo'lsa, ikki qo'lini yuvib og'zini chayqab yutib yeydi degan. Mujohid va Imom Zuhriylarmi ikki qo'lini yuvib yeydi deb qaragan. İmam Ahmadmi shundoq qaragan va chunki tahorat oladi degan hadislar uxlamoqchi bo'lgan kishi haqida kelgan degan. Boshqa olimlar namozga tahorat olgandek tahorat olib, andin yeb ichidi deb qaragan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam junub holatda yeb ichmoqchi yoki uxlamoqchi bo'lsa, odatdagidek tahorat oladi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam junub kishi yeb ichmoqchi bo'lsa yoki uxlamoqchi bo'lsa, tahorat olib o'tib, shundoq qilishga ruxsat qildi. Bu ikki xil hadislarni mundaq bir taraf qilishga bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ba'zida namozga tahorat olgandek tahorat oladi, ba'zida ikki qo'lini yuvish bilan bo'ldi qiladi. Lekin bu yeb ichishga xos ahvol. Uxlash yoki qayta jima qilmoqchi bo'lganida namozga tahorat olgandek tahorat oladi deb aniq kelgan hadislar bo'lg'achqa, andin buninga zid keladigan biror hadis bo'lmag'achqa, uxlamoqchi yoki qayta jima qilmoqchi bo'lganida namozga tahorat olgandek tahorat oladi. Demak, bu hadislar bundaq tahorat elib o'tishning mustahabligini bildirish bilan birga tahorat olmaslikning joizligini bildirdi. Ba'zi olimlar tahorat olmay undaq qilish makruh deb qaragan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 31 nomorliq fatvo.